Yana jonli efirdamiz. Barchangizga tana sog'lik, omonlik yor bo'lsin deymiz. Muhim ma'lumotlar va o'ziga xos tarzdagi ajoyib suhbatlarimizda davom etamiz. Bugungi kunning eng trenddagi mavzulardan biri bu ijtimoiy tarmoqlarda tomora ommalashayotgan, tobora diqqatimizni tortayotgan nikoh shartnomalari bilan bog'liq tafsilotlar. Xo'sh, u nima uchun aynan dolzarb mavzuga aylanmoqda va kunning eng trend mavzularidan biriga ijtimoiy tarmoqlar atrofidagi bahs munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayni mana shu savolga birgalikda javob izlab ko'ramiz. Dilfarxon Haydarova bugun yana bir ajoyib suhbatdoshimizni sizga tanishtirib o'tadilar. Marhamat. Aynan ekspertimizni tanishtirib o'tamiz. Qiziltepa tuman xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Sirojiddin Jumayev. Assalomu alaykum Sirojiddin aka. Studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi kunda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan mavzulardan biriga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, nega nikoh shartnomasi bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylanyapti degan haqli savol barchani qiynayapti va bunga o'sha ekspertimizni taklif etganmiz. Bugun ana shu mavzu atrofida aniq va to'laqonli javoblarga ega bo'lishimiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Darhaqiqat nikoh shartnomasi bugungi kunning dolzarb mavzulariga aylanib bo'layotganligini albatta sabablaridan biri. Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning demak PK 280-sonli 2025-9-sentyabrdagi mana shu notariat institutini yanada rivojlantirish hamda sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarga asosan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining ham buyruqlari tasdiqlandi. Ushbu buyruqqa asosan demak notariuslar tomonidan nikoh shartnomalarini tasdiqlash tartibi to'g'risidagi nizom qabul qilindi. Mana shu nizomga asosan bugun nikoh shartnomalariga asosiy talabning mazmun mohiyati shundan iboratki deb o'ylayman. Oila tinchligini, oila farovonligini saqlashdan iborat. Chunki jamiyatimizning asosiy bo'g'inini ham oila tashkil etadi. Oilamiz tinch bo'lsa, mahallamiz tinch bo'lsa, jamiyat farovonligiga katta hissa qo'shgan bo'lar edik. Va mana shu chora-tadbirlarni amalga oshirishda biz notariat instituti ham nikoh shartnomasini tasdiqlashda o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz degan maqsadda mana shu nikoh shartnomasining tuzilish tartibi, qaysi idoralar tomonidan qay tartibda tuzilishi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Nikoh shartnomasi albatta yosh oilalarimiz tomonidan fiqh bo'limlariga borib, mana shu nikohdan o'tishdan oldin notarial idoralarga bemalol xohlagan notarial idoralarga yoshlarimiz borib, demak nikoh qurishdan oldin nikoh shartnomalarini tuzdirishlari mumkin. Nikoh shartnomalarini tuzdirish tartiblari juda oson bo'lgan bugungi kunga kelib, demak kelin va kuyov oddiygina notarial idoralarga murojaat qilib o'zlari nikoh shartnomalarini tuzishlari mumkin. Mana shu prezidentimizning qarorlariga asosan nikoh shartnomalarini faqat notarial idoralarga borib, undan tashqari notarial idoralarga bormasdan turib ham, demak internet tarmoqlari orqali, video konferensiya aloqalari rejimlari orqali nikoh shartnomalarini ham tasdiqlashlari mumkin. Demak, xoh uylarida bo'lsin, xoh ishxonada bo'lsin, xohlagan joylardan, boshqa davlat hududlaridan turib ham, demak notariusga elektron tarzda murojaat etib, nikoh shartnomalarini video konferensiya orqali tasdiqlashlari mumkin. Nikoh shartnomalarini tuzishdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad demak oilalarimizda demak erta kelib chiqadigan nizolarni oldini olish, sudgacha bo'lgan nizolarni oldini olish va kelib chiqadigan ajrimlarni oldini olishga qaratilgan asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Nikoh shartnomasi demak mulkiy munosabatlarni, oilaviy mulkiy munosabatlarni, mulkiy nizolarni tartibga soluvchi bugungi kundagi eng asosiy hujjatlarimizdan biri hisoblanadi. Chunki nikoh shartnomasi orqali demak nikohgacha olingan mol-mulklar, nikohdan keyingi olingan mol-mulklar va uni tasarruf etishdagi er-xotinning o'rni haqidagi demak mana shu muammoli vaziyatlarni tartibga soluvchi asosiy hujjat hisoblanadi. Mana nikoh shartnomalarimizda namunaviy turlarini kelin-kuyovlarimizga taqdim etamiz biz, lekin undan tashqari ushbu kelin-kuyovlarimizni o'zlarining fikrlariga asosan ham nikoh shartnomalarini demak qo'shimcha demak qilib
o'zgartirish kiritib ham tuzib berishimiz mumkin. Asosan nikohgacha sotib olingan mol-mulklar demak er-xotinning har kimning o'zining mulki hisoblanib, uni ertaga tasarruf etishda eri yoki xotinning roziligi so'ralmaydi. Yana bir savol bor sizga mutaxassis sifatida. Oila nikoh shartnomasiga ega 0868 raqam egasi bola uchun o'zini band qilgan otalarga oylik maosh beriladimi debdilar. Endi bu yerda qanaqa bo'ladi mulkiy tasarruf? Mulkiy tasarruflar agarki nikohdan o'zini o'zi band qilganga, demak bola puli beriladimi shu ota nimaga? Agar ota o'zini o'zi band qilgan bo'lsa u oilada. O'zini o'zi band qilgan bo'lsa, albatta bola puli beriladi. Mana nikohdan keyingi sotib olingan har qanday mol-mulk umumiy mulk hisoblanib, erta uni tasarruf etishda er yoki xotinning albatta roziligi talab qilinishi kerak hisoblanadi. Nikohgacha olingan mol-mulklarning er-xotinning roziligi talab qilinmasligi mumkin. Yoki hadya tariqasida yoki meros tariqasida fuqarolarimizni o'zini shaxsiy mulki hisoblangan mol-mulklarga ham erta bir kun er-xotinning roziligi so'ralmasligi mumkin. Bu albatta hammasi namunaviy shakl bo'lib, nikoh shartnomalari er-xotinning demak kelishuviga asosan har qanday majburiyatlarni nikoh shartnomasida biz ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerda endi nikoh shartnomasi deyilganda biz mutaxassisimizni o'sha savollariga yana bir karra oydinlik kiritish istagidamiz. Aynan oila mustahkamligini saqlab qolish, bu yerda o'sha mulkiy munosabatlarda har ikkala tomonni ham teng taraflarni himoya qilish, erkak, ayolni ham, chunki ba'zi paytlarda bilamizki, agar ajrashish holatlarigacha yetib boriladigan bo'lsa, demak bu yerda mulkiy nizolar kelib chiqmasligi uchun ham aynan shu ish amalga oshirilmoqda. Xuddi shunday. Qanday yana ilovalar bor, to'g'rilishlar bor? Nikoh shartnomalarini tasdiqlashda asosiy e'tibor beradigan tomonlarimizdan yana biri biz demak yosh oilalarimiz oldin ham nikohdan o'tmaganligini, oldin ham nikoh shartnomasi tuzilmaganligini demak tekshirib yoshlarimizga joyida demak uni ma'lum qilamiz va ushbu asosda hech qanday fuqarolarimizni FXDIO organlariga yoki boshqa tashkilotlarga jo'natmasdan axborot kommunikatsiyalari orqali FXDIOning elektron bazasiga mustaqil ravishda o'zimiz idorada kirgan holatda ushbu ma'lumotlarni olish huquqiga ham egamiz. Sirojiddin aka, qiziqarli ma'lumot bo'ldi. Bu mavzu yuzasidan to'xtalmasdan soatlab gaplashish mumkin, lekin bizga ajratilgan vaqt ham rejissyorlarimiz tomonidan ta'kidlanyapti. Oldinda esa bizni viloyatimizga oid xabar va yangiliklarimiz kutib turibdi. Shu bois qisqa va mazmunli suhbat bo'ldi. Buning uchun sizga tashakkurimizni bildiramiz. Tanishtirib o'tamiz, Qiziltepa tuman xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Sirojiddin Jumayev suhbatimizda bo'ldi va navbatda esa Diyor 24 axborot dasturida birgalikda tomosha qilamiz.